Ya'ni kelinglar sizlar bilan ayni holatda naborot tomoni bilan, to есть sell side uchun shakllangan candle bilan gaplashamiz. Yana takrorlab o'tamiz, sell side strong fu, buy side strong fu bilan teoriya qismi, ya'ni shakllanish qismi bir xil. Har bir strong fu shami 3 ta asosiy jarayondan tashkil topadi. Bu holat buy side, sell side strong fu deb ataladi. Umumiy holatga qaraydigan bo'lsak, bizda ayni xuddi shu holat bo'yicha doji shami shakllandi. Doji shamida birinchi o'rinda tepa qismidagi likvidlik olinganini ko'rishimiz mumkin va pastki qismidagi likvidlik ko'rishimiz mumkin. Va bozor mustahkam pastga qarab tushganini ko'ramiz va impulsivniy harakatdan keyin mustahkam yopilganini ko'rishimiz mumkin. Aynan bizda hudud sell side uchun point of interest sifatida qaraladi. Ya'ni narx shu nuqtaga kelgan paytda bizda bozorda juda katta harakat, juda katta orderlar ayni shu nuqtaga joylanadi. Ya'ni aytaylikki 4600 va 4601 hududi. Mana shu 10 punkt ichiga juda katta bitimlar joylanadi. Limitni orderlar bo'ladi. Ko'p holatlarda shu hududga kelgan paytda katta bitimlar ishga tushib, bozorni katta impuls boshlaydi. Asosan institutsional modellar, bozordagi yirik ishtirokchilar shu shamlarga nisbatan, candle'ga nisbatan ayni shunaqa holatda patron yuzaga keltirib, market makerlar yordamida ayni shu joydan savdo bitimlarini ochadi. Bizda bu strong fu shamini ikki ko'rinishi edi. Ya'ni buy side uchun yaratilgan strong fu va sell side uchun yaratilgan strong fu. Endi sizlar bilan attempted fu haqida gaplashdik. Attempted fu shami bizda quyidagi holat bo'yicha hosil bo'ladi. Birinchisi buy side uchun, ya'ni buy uchun hosil bo'lgan attempted fu sham bizda ayni shu holatda hosil bo'ladi. Endi keling sizlar bilan ta'rifini o'qiylik, undan keyin sizlarga teoriya qismini tushuntirib o'tamiz. Har bir attempted fu shami ikkita asosiy jarayondan tashkil topadi. Bu holat buy side uchun attempted fu shami deb yuritiladi. Umumiy holatga qaraydigan bo'lsak, bizda ikki tomonlama qarshilikka uchragan candle'ni ko'rishimiz mumkin. Candle maksimum qismi va candle minimum qismi. Bozor impulsivniy sell side tomon qarab harakatlanmoqda. Bizda bearish market narxni pastga qarab bosmoqda. Shu paytida ayni candle'ga nisbatan bozorda yetarlicha qarshilik ko'rsatgan ko'rishimiz mumkin. Bozorda bullish marketga qarab o'zgartirishga qarab harakat qilayotgan treyderlar katta bitimlarni joylashni boshlashdi va candle qarshilikka uchragan holatda yopildi. Va candle minimumida hosil bo'lgan likvidlik bozorda juda katta likvidlik hisoblanadi va bu likvidlik o'zlashtirilishi kerak, bu likvidlik ovlanishi kerak. Bu likvidlik ovlanishini keyingi candle misolida ko'rishimiz mumkin. Keyingi candle misolida likvidlik o'landi va pastki qismidagi likvidlik olindi. Bizda bir tomonlama fu shami hosil bo'linishi kerak. Ya'ni strong fu shami ideya bo'yicha qaraganimizda tepada yopilishi kerak. Lekin 50% ish bajarildi bizda. Ya'ni bir tomonlama likvid olindi. Bu bizda attempted fu shami misolida yuritiladi. Ya'ni attempted fu shami shu holatda hosil bo'ldi va ayni hosil bo'lgan hudud bizda point of interest sifatida yuritiladi. Ya'ni shu hududga bozor kelgan paytda bozorda juda katta harakat yuzaga keladi. Bozorni reversal tomonini o'zgartiradigan harakatni jarayonida hosil bo'ladigan shamlardan biri. Ya'ni aytaylikki, sham bizda impulsivniy harakat bilan pastga qarab kelyapti va ma'lum bir qismi bizda order block yoki fair value gap nuqtasiga keldi. Bozor shu bizdagi point of interest zonaga kelgan paytda bizda manipulyatsiya hosil qiladi. Ya'ni ayni manipulyatsiya bizda strong fu sham bilan hosil bo'lishi mumkin yoki attempted fu sham bilan hosil bo'lishi mumkin. Tekush holat bilan bizda attempted fu shami bo'yicha hosil bo'ldi. Ayni hosil bo'lgan shamida ko'p holatlarda 0.5 qismidan yoki candle boshlanish qismidan bozor retest olib kuchli impuls bir tomonlama qarab harakatlanishni boshlaydi. Bu bizda sizlar bilan attempted fu shami misolida yuritildi. Ya'ni buy side uchun hosil bo'lgan attempted fu shami. Bu elementlar bozordagi, ya'ni bank manipulyatsiya yo'nalishidagi eng muhim elementlardan biri. Endi sell side uchun hosil bo'ladigan sham haqida sizlar bilan gaplashamiz. Umumiy holatga baho beradigan bo'lsak, holat juda ham o'xshash. Ayni harakatni, ya'ni buy side uchun bo'lgan harakatni qarama-qarshi tomoni bizga sell side uchun harakat qilinadi. Bozorda bizda impulsivniy buy tomon, bozor buy side tomon harakatlanmoqda. Bizda bullish market ayni hududga kelgan paytda bizda candle'ga nisbatan yaxshiligini, qarshiligini ko'rishimiz mumkin. Candle'ga qarshilikni ko'rishimiz mumkin va bu hududda bizda yaxshigina likvidlik hosil bo'ldi. Keyingi candle bizda ochiladi. Keyingi candle ochilingandan keyin bizda highda hosil bo'lgan candle'ni maksimum hududiga hosil bo'lgan likvidlik olinadi
qo'llangandan keyin bizda attempted full shami hosil bo'ladi. Eslab qolinglar, bu manipulyatsiya doim point of interest zonaga nisbatan olinadi. Ya'ni order blockga nisbatan yokida likvidlik olingandan keyin manipulyativ harakatlar sodir bo'ladi. Duch kelgan joydan bu narsani ishlatishimiz mumkin emas. Maxsus hududlar bo'ladi, narx hududlari, ayni shu narx hududlarida bizda bu holatlar ishlayveradi. Bizda bu holatda attempted full shami sell side uchun deb yuritiladi. Ayni hudud gana bo'yicha 0.5 qismidan bozor retest oladi. Ko'rishimiz mumkin, keyingi hosil bo'lgan candle bizda impulsivniy reversal tomonga qarab harakatlanishni boshladi. Bizda bu holat sell side uchun yaratiladigan attempted full shami misolida yuritiladi. Ya'ni bizda bullish market edi, bozor tepaga qarab harakatlanyotdi va ayni nuqtadan bozor sell side'ga qarab razvorot oldi. Bu bizda attempted full shamini bozordagi kuch hisoblanadi. Ya'ni sizlar bilan hozir attempted full shamini ikki ko'rinishini sizlar bilan gaplashib o'tdik. Undan oldin full shami haqida gaplashib o'tgandik. Endi hosil bo'lgan shamlarni отказ qiluvchi sham bizda bor. Ya'ni hosil bo'lgan patern bor bizda, aytaylikki, banklar va institutsional tomonidan hosil bo'lgan ma'lum bir paternlar bor. Ya'ni ma'lum bir candle'larning turi bor, institutsional shamlar bor va mana shu hosil bo'lgan institutsional shamlarni отказ qiladigan, ya'ni negate qiladigan, rejani inkor qiladigan shamlarning turi bor. Bizda institutsional aytaylikki, institutsional yokida banklar ma'lum bir narx hududiga bozorni harakatlantirishga harakat qilyapti, lekin rejaga, ularning harakatiga xalaqit qiladigan bozorda o'yinchilar yetarlicha topildi. Va mana shu harakatni, mana shu qarshilikni biz candle misolida ko'ramiz. Candlega nisbatan qarshilik ko'rsatiladi. Bizda bu negation sifatida yuritiladi. Endi holatga baho beramiz. Negation o'zi shu narsani tushuninglar. Negation o'zi bozordagi ma'lum bir aytaylikki, buy side uchun bozorni yurg'izishga harakat qilayotgan o'yinchilarga qarshilik ko'rsatadigan, bu holatni, ya'ni bu rejani amalga oshmasligini ta'minlaydigan o'yinchilarni bozordagi xatti-harakatini umumiy candle holatida biz o'qishimiz mumkin. Bu paternlar davomiy hosil bo'ladi. Ya'ni bozorda juda ko'p bu narsani kuzatishingiz mumkin. Har bir full negation shami asosiy ikkita jarayonda tashkil topadi. Bu holat bizda umumiy holatga qaraydigan bo'lsak, sell side negation deb aytiladi. Ya'ni umumiy sell side full negation deb aytiladi. Ko'ryapmiz, hozirgi strong push shamini misolda sizlarga ko'rsatamiz. Candle'da maksimum qismi bor va candle'da minimum qismi bor. Bizda buy side uchun strong shami shakllangan edi. Birinchi o'rinda sell side qismi, ya'ni candle'ning minimum qismida likvidlik olinganini ko'ryapmiz. 50% ish bajarildi va impulsivniy tepaga qarab harakatni ko'ryapmiz. Candle'dagi maksimum likvidlik olinganini ko'ryapmiz, ya'ni 100% ish bajarildi. Endi candle'da tepaga qarab mustahkam yopilishi bizda kuchimiz kerak. Mustahkam candle yopilingandan keyin bizda bank manipulyatsiya elementlarida eng kuchli element, ya'ni strong full shami hosil bo'ladi. Lekin shu jarayonga qarshilik ko'rsatadigan, strong full hosil bo'lishiga qarshilik qiladigan ma'lum bir bozorda ishtirokchilar bor. Bu shamga nisbatan yetarlicha qarshilik ko'rsatish, ya'ni shamni mustahkam yopilishiga yo'l qo'yishmaydi. Yo'l qo'yishmagandan keyin bizda bu sham inkor qilinadi. Bu sham inkor qilinadi, ya'ni bu shamga bozorda retest bo'lmaydi. Aytaylikki, reja bo'yicha qanaqa edi? Narxni ma'lum bir qismidan 4600 dan 4650 ga qarab distribution qilish maqsad qilingan, yurg'ish maqsad qilingan edi, lekin shu hududga nisbatan qarshilik o'tkazildi. Ya'ni full negate qilindi. Fullga nisbatan qarshilik ko'rsatildi. Bizda ayni reja bo'yicha shamni mustahkam yopilgandan keyin strong shamida bu joydan bozor retest olish kerak edi, lekin bu joydan kelib retest olmaydi. Ya'ni bu soya qismidan, wick qismidan retest olmaydi bozor. Sababi bizda full shami mustahkam yopilinmadi va candle qarshiligiga uchrab yopildi. Ya'ni full negation bo'ldi, negate qilindi candle. Shu sababli bozor qarshiligiga uchrab yopilgani uchun bizda harakat o'zgaradi. Ya'ni buy side uchun yaratilgan model avtomatik sell side tomon yaratiladi. Sell side tomon o'tadi. Bozor bu yoqdan bu nuqtaga kelib turib retest olib impulsivni buyga qarab harakatlanish kerak bo'lgan bo'lsa, keyingi candle ochilganda ayni negation bo'lgan hududga kelib turib bozor impulsivni harakat qilib keladi va shu hududdan sell side tomon, ya'ni bearish market tomon narx kuchli impuls bilan yuradi. Ya'ni 4600 dan 4650 maqsad qilingan bo'lsa, ya'ni 4600 dan 4580, 4570 ga qarab bozor tushib ketadi.
Ya'ni bozorda buy pozitsiya qidirayotgan va buy pozitsiya yaratayotgan o'yinchilarga nisbatan yetarlicha qarshilik ko'rsatganini ko'rishimiz mumkin. Bu bizada full negation sifatida yuritiladi. Endi sizlar bilan hozir full negationni sell side qarshilik holatida ko'rdik. Endi bozorga nisbatan bizda buy side full negation bor. Ya'ni sell side uchun hosil bo'lgan strong full shamini bozorda inkor qiluvchi sham bor. Bizda bu hozir aytib o'tganimizdek full negationni buy side qismida aytiladi. Har bir full negation ikkita asosiy jarayondan tashkil topadi. Bu holat buy side full negation deb yuritiladi. Umumiy holatga qaraydigan bo'lsak, ikkita jarayon nimadan iborat? Birinchisi sell side uchun strong full hosil bo'lish jarayoni edi, ya'ni ikki tomonlama likvid olinadi. Birinchi o'rinda sell side uchun model hosil bo'layotganini ko'ryapmiz. Bu bizda birinchi jarayon. Ikkinchi jarayon ayni hosil bo'layotgan sell side uchun strong full shamini inkor qilinishi, ya'ni full negation hosil bo'lishi. Buy side uchun full negation hosil bo'ladigan bo'lsa, ayni sizlarga aytib o'tganimizdek, buy side uchun hosil bo'layotgan bundan oldingi prezentatsiyadagi harakat bo'yicha, ya'ni narx 4600 dan 4650 ga reja qilingan bo'lsa, reja upend bo'ladi, отказ bo'ladi. Xuddi shu holat sell side modelda ham bir xil ishlaydi. Ya'ni holat bo'yicha baho beramiz. Candleda maksimum qismi bor, doji candleda, ya'ni nomutanosib qarshilik uchragan candleda va candleda minimum qismi bor. Birinchi o'rinda strong full shami hosil bo'lish uchun bizda candleda maksimum qismidagi likvidlik olinishi kerak. Likvidlik olindi, 50% ish bajarildi va bozor impulsivniy pastga qarab harakatlanishni boshladi. Strong full shami hosil bo'lish rejasi amalga oshirilish jarayoni boshlandi va candleda minimum qismidagi likvidlik olindi. Shu bilan holatga baho beradigan bo'lsak, bizda strong full shami hosil bo'lgan edi. Lekin ayni nuqtada bizda candlega nisbatan qarshilik ko'rsatilganini ko'ryapmiz. Ya'ni bizda full negation hosil bo'ldi. Full negation hosil bo'lgandan keyin bizdagi sell side nuqtasi bu yoqda point of interest sifatida o'zimizga bitim ochishimiz uchun ko'rishimiz kerak. Lekin full negation, ya'ni fullga nisbatan qarshilik ko'rsatuvchi bozor ishtirokchilari paydo bo'lganini ko'rganimizdan keyin biz bu nuqtada o'z bitimimizdan ochmaymiz. Sababi bu nuqtada bitim ochish bizga juda ham xavfli. Chunki bu nuqta bizda sell uchun ishlayveradigan zona emas. Bizda bu hudud umumiy olib aytganda likvidlik hududiga aylandi. Ya'ni sell side uchun bu yoqda bozor ishtirokchilarining kuchi deyarli qolmadi. Buy side uchun ishtirokchilarning kuchi juda ham katta, potensial katta. Bozorda ayni bozor shu nuqtaga kelib turib, impulsivni tepaga qarab harakatlanish. Ya'ni bu bizda full negationni buy side uchun misolda olib aytiladi. Ya'ni sizlar bilan shu narsani tushundikki, umumiy holatga qaraydigan bo'lsak, strong full shami hosil bo'lishini tushundik, sell side uchun va buy side uchun. Attempted full shami hosil bo'lishini tushundik, sell side uchun va buy side uchun. Va sell side va buy side uchun hosil bo'lgan eng kuchli setapni, ya'ni strong fullni negate qilinishi, ya'ni inkor qilinishini bozor ishtirokchilari tomonidan reja отказ qilinishini tushundik. Ya'ni bizda bozorda eng kuchli setaplarni konsepsiyasini o'rgandik.